Assalamu alaikum, hurmatli No'g'at Hoji Motor kanali qatorchilari. Bugungi kunga 2-may 2023-yil biz sizlar bilan ko'rishib turganimizdan quvonchdamiz. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, hurmatli o'g'illar. Shu bilan birga sizlarga bir jarayon aytib ketaylik. 2023-yilning 9-may kuni Jahon No'g'at oylab o'tgan Qarashli Saxoba bog'ida cho'ng kurash bo'ladi. Deputatimiz No'g'at rayon deputati Qo'rg'onboy o'g'li Jusufbek og'oz 3 mashina qo'yadi ekan. Şu yerga borib ko'rishga chaqiramiz. Esolib ketingizlar, mamlakat banklarga ko'rishamiz. Hurmatli o'g'illar, rubl ko'tarilib qolibdir. Hurmatli o'g'illar, biz birinchi Boqay bankka kelib, Boqay bankda 87 dollar, 96 so'm euro, 1081 ekan bu yerda rubl ko'tarilib, hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Allohim rubl ko'tarib bersin deb tilaymiz. Bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'ying, hurmatli o'g'illar. Hurmatli o'g'illar, biz hozir Aziya bankka keldik. Aziya bankda 87 so'm, 40 dollar, 96 so'm euro. 1082 rubl. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Aziya bankda shunday. Hurmatli o'g'illar, Do'st bankka keldik. Do'st bankda 87 so'm dollar, 95 so'm 90 euro, 1082 rubl. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Hurmatli o'g'illar, biz hozir Kirson bankka keldik. Kirson bankda 87 so'm 40 dollar, 96 so'm euro, 1082 rubl. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Hurmatli o'g'illar, biz hozir Pulomar joyga keldik. Qarangizlar. Bu yerda 87 so'm dollar, 1075 rubl, Qozoq tengasi 0.17, O'zbekiston 0.75 dedik. Qarangizlar. Hurmatli o'g'illar. Hurmatli o'g'illar, hozir biz Ekoislom bankka keldik. Ekoislom bankda 87 so'm 20 dollar, 90 so'm 70 euro, 1082 bu yerda. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Hurmatli o'g'illar, shu bilan No'g'at Hoji Motor kanali sizlarga qo'shilib, tinch o'g'illar, omon bo'linglar. Ertaga ko'rishishga sog' salomat bo'linglar.